Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim. Bilasizlar, salomatlik o'sha ulkan boylik bo'lsa, o'sha boylikni men faqat sizlarga ilinib kelyapman. Nimagaki jon jahdim bilan kurashib kelyapman. Shu tabobat yo'li bilan salomatlik boylikni qo'lga kiritiladi deb kelyapman. Endi o'sha boylikni qo'lga kiritayotgan insonlarni ko'rib borku, shunaqangi bir mehnatimni mevalarini ko'rib shunaqa xursand bo'lib ketyapmanki, mana shu bugungi kunim ham Allohning iznidan shunaqangi zo'r o'tyapti va Allohning rahmati yog'ilgan oyda turibmiz. Onajonimiz bizani oldimizga kelganlar. Men o'sha kuni endi mana safarga chiqib ketganman 9-yanvar kuni umra ibodatiga ketgan edim. Shunda siz kelganingizda Asiljon degan shogirdim bor. Shundan mana naznacheniyalarni qilib oldirib ketgandingiz opajonim. Endi sizga nima diagnozlar qo'ygan? O'shalarni ayting, shu bizga kelguncha qanaqa joylarda licheniyalar qilgansiz? Shularni bir tarixini gapirib bersiz. Shu bugungi olgan syomkamiz bir portillab ketsin demoqchiman-da. Endi portlashiga sabab bor. O'zi hayron qo'shilaman yurganimga. Birinchi sabab mana shu ko'knor yog'i. Ko'knor yog'i, Opam $100 narsa olib ketgan shitdan. Olib borganda hali o'zim masalan ichib ko'rmaganman, bilmayman. Voy, bu necha $100 bo'pti, degandim. Olib borgan. Keyin buni dadam ichdi. U mana bundan ko'knor yog'i. Ko'knor yog'ini 80 dan oshiq dadam bir joyda oz mazalab bo'lmay qolib yotib qolib, yo'tal yomon bo'ldi. Noyabrdanmi bilmayman boshlangan hali yo'tal. Shunaqa qiynaldi-da. Kechasi uxlamaydim, deb o'tirib chiqardi. Mana shuni 3 kun ichdi. 3 kundan keyin effekt berishni boshladi. Keyin bir haftadan o'tgandan keyin dadamda umuman yo'tal to'xtab qoldi. Mashalloh. Umuman ishonmaysiz, mo'jiza ekan. Hattoki pnevmoniya bo'lib qolgan ekan-da, masalan, dadangizlar pnevmoniya bo'lib qolgan ekan, Keyin diagnozi dadamning o'pkasida suv, balg'am degan. Balg'am degan. Keyin qaynog'am olib borib tekshirtirdi buni ichgandan keyin. O'pkada balg'am ham yo'q, suv ham yo'q. Mashalloh. Men shunga ishonganimdan keyin dadamni yo'tal to'xtagandan keyin to'xtadidim. Men 1 oy umrimni o'tkazib qo'ydim. Men buni tomosha qilib o'tirib, bo'lsin, natija bo'lsin deb o'tirib dedim. Nima qilib qo'ydim? Vaqtimni o'tkazdim dedim-da, xo'jayinimga borib olib kelaman men ham dedim. Simalani tavakkal ichaman, lekin bugun umraga chiqib ketyapti ekan dedim. Balkim obeddan keyin chiqib ketsa, obedgacha doktor dedim, ashetta bo'ladi dedi. O'ziga ulgib boraman deb. Keldim. Kesam, ketib qolishdi dedi. Endi Asilbekka aytdim, chiroyli yigit dedim. Men tavakkal olib ketaveraman dedim. Bir oy ichaman dedim. Allohga tavakkal dedim. Shunday kasalim desam. Kasalligingiz ham aytingda qoldi buni barcha. Reumatoidniy artrit, shamollashi, reumatizm to'shni chiqarib bergan. Chiqarib bergan. Agar 9-kungi videolaringiz turgan bo'lsa, chiqaradigan bo'lsangiz, betlar shu yorilib ketgan darajada ishib ketgan. Qo'llaringiz hammasi. Qilib bo'lmaydi, hali qo'l bukilmaydi. Hamma shuna holatda. Yana hamma ayamlar ham hamma hayron o'zi. Voy, qancha ketsa olur deyib o'tiribdi. Nima? Keyin o'shali tomirli nima ichdim? Nima? O'rmon qoradan, keyin smoladan berdi. Smola, o'rmon qora. Keyin jigar tozalaydigan jigar rasmi bor. Mana artishokdan berdi, mana shundan. Keyin ozdiruvchi choy ichdim. Nabor choy. Ozdiruvchi choy ichdim. Shular hammasini ichdim. Sabroy, kakras bugun tugadi. Mana shu narsamizni. Ikkitani oxirida. Mashalloh. Keyin boraman dedim, dadasi yuring endi o'zingiz olib borasiz deb majburlab olib keldim. O'zining ham grijasi bor, qo'qib ichgan yo'q. Berganim ham yo'q-da. Bergan yo'qsa, o'zimdan otsa olasiz deb. Berganim yo'q. Xudo xohlasa ichadi. Endi o'g'lim o'qishda kelsa, xudo xohlasa o'g'limda ham tilida qilishlar nimalar bor. O'zingizga olib kelaman. Xudo xohlasa. Shifo topamiz degan niyatim bor. Lekin men o'zim mustaqil yurib, qo'saqxonalardan yugurib chiqib tushyapman-da. Mashalloh. Osilib chiqib osilib tushardim. Xo'jayinim ham aytsin. Qarang, nima qilmaydi? Bo'ldi dedi, yur, tuzalsang bo'ldi dedi. Olib keldi deb, qarang. Endi niyatlarim bor-da, va bittagina o'g'lim bor, bittagina qizim bor. Alloh umrisiga baraka bersin, sog' bo'lsin. O'g'limda to'yida tuflilarni kiyib o'ynashim kerakmi? To'yingda deyman o'g'limga-da. Sen bo'ldi, qancha ketsa ketar, iching. Urib qoldingiz, ishingiz qaytyapti deydi. Qarang. Ishigim nima betimdan ushlashni iloji yo'q edi. Qarang. Qilib qarar edim. Asilbekga aytmasdim. Agar ishonishmasa 9-kungi videoni shuni oching. 9-kungi mana o'sha kelib efirlarimizni ko'ringlar kerak bo'lsa demoqchisiz-da. Ishib, betlarim ishib ketgan, qo'llarimdan ushlashni iloji yo'q. Ammo 10 kun shunaqa darajada qo'zg'adi, endi mana o'ng oyog'imda ko'p qo'zg'adi. Keyin mana kaftimda mandaqa joylarida o'ta darajada qo'zg'adi. Qarang. Oyoqda ham yemirilishni tashqi qilganmi? Men mumyo itsam bundoq bo'lib qolaverdim.
burun orqali chiqarib yuborarkan deb Bu o'yladim. mana ichdagi mana grija ham bitta suyuqlikni bitta turdi. Endi mana shuning uchun bu kelibsa o'sha odamda ichidagi ortiqcha suyuqliklarni chiqarib yuborish xususiyati bor-da bunda. Shuning uchun mana kimdadir kista bormi, miyoma bormi, yo oyog'ida kista bormi, o'shalarni ham Allohning izi bilan yo'qotib yuboryapti. Shuning uchun bunga bekorga simsim deb nom qo'ymadim-da, bu sirlarga boy hali, ishonansizmi? Sirlarga boy. Shuning uchun buni sirlari bilan siz mana qarang, o'sha atyuklardan ancha qaytib yo'q bo'lib ketasiz. Mana hozir bo'ynimda bunday qilishni iloji bo'lmay qoldi. Bo'lmay qoldi. Qarang. Hozir bemalol mana mashalloh, mashalloh. Qo'llar ertamatamdek uyg'onsam, qo'lni olishni iloji bo'lmay qoladi. Og'riq o'ta kuchli bo'lardi. Endi ukol bilan slidron dori bilan yurardi. Qarang. Endi hozir slidronni ham 16 ligini ichardim-da. Ikkiga bo'lib, uni ham yarmini ichib, hozir chiqyapman undan. Undan birdaniga chiqmadingiz, sekin-sekin chiqyapsiz, xudo xohlasa mana. Endi shu bir oylik natijada shuncha o'zgarish. Qarang, bunday hozir sizni o'sha gaplaringizdan men aytyapmanki, где-то hozir 90% ga o'zgarish bilan kelibsiz-da. Biz hozir 100% ham bo'ladi. Prosta mana shu tizzamda, mana shu yerda qoldi. Xolos. Endi bunga ham yemirish tashxis qo'yilgan o'zi. Yemirish tashxis qo'yilgan. Bu ham o'sha mana yo'q bo'ladi, xudo xolasa. Endi mana ko'rib turibsizlar, azizlarim, mana tirik guvoh gapirib beryapti. Yana sizlarga qanaqa isbot kerak, a? Juda ko'p menga mana shunaqangi natijalarni qo'ysam, "Voy, yolg'on o'zining odami." Qanaqasiga men o'zim odam, men birinchi marta mana ko'rib turibman. Umraga ketayotganimda kelganlar, shogirdimni olib ketganlar va ikkinchi oyga kelganda men yuzma-yuz ko'rib turibman shu holatlarini mana xursand bo'lib gapirib beryaptilar. Azizlarim, ko'ringlar shu narsani. Hech qachon men birovga to'g'risi birodari uyini kuydirib yuboradigan inson emasman. Shifo ulashaman. Men jon jahdim bilan kurashyapman. Nimaga? Jon jahdim bilan. Sababi siz shifo topishingizni xohlayapman. Siz shifo topib mana shunaqangi gapirib bersiz, bu meni yutug'im. Men masalan yulduz bo'lsam, quyosh bo'lib porlashimga mana shu insonlar mana salomatligi meni o'sha holatga olib keladi. Xalq ko'taradi meni. Tushuninglar azizlarim. Men shuning uchun Allohning roziligi uchun mana shu narsalarni mana qildiryapman. Iste'molini qiling. Ixlos bo'lsin. Avvalo ixlos. Haqiqatan mana shu tabobat zo'r ekanmi? Opa, tabobatdan topdingizmi shifoni inshaalloh. Mana ungacha bir oyda shuncha natijami? 1 yilda sezamchaman. Tuzalsam To'shni hamma yo'g'im zo'r bo'lib zo'r yursam. Onajonim bor-ku, siz bor-ku, o'sha 6 oyda bor-ku, yosh 18 yosh qiz bo'lib qolasiz inshaalloh, xudo xolasa. Endi qarang opajon, men shifo topsiz shunchalik, men bilasiz erib ketaman, chunki siz meni mehnatimni mevasizda. Bu narsalarni masalan, mana bu narsa ham juda ko'pchilik podbelkasi chiqib ketdi opa. Ko'rgan bo'lsangiz, hamma Qo'qondan tortib Marg'ilondan boshqa viloyatlar desmash hamma joyda sotilyapti mana shu narsa. Nimagaki uni tarkibida mum yodi, mina qilib, tumala qilishib, mana shunaqa ko'rinishda qog'ozlarga o'rab sotishyapti ekan. Kecha kuni bittasi aytadi, shunaqa Marg'ilonni oldim deydi, kistamni o'stirib yuboribdi. Qon ketib to'xtamayapti deydi. Reanimatsion holatda. Surishtirsam bizdan olmagan. Yana bittasi Andijondan telefon qilyapti, boshqacha holat bo'lgan. Qarangda, bittasi Qashqadaryodan telefon qilyapti, uni yotqizib qo'ygan reanimatsion holatga tushirib. Nima demoqchiman? O'shaning uchun aldanmanglar. Mana shu opam oldimga mana to'g'ri kelyapti va kerak bo'lsa meni videolarimni ham chiqarish vali odamlar dastlabkor xuddi shu narsani chiqaryapti-da. O'shanaqa holatda ishonmanglar o'shalarga. Meni o'zimning telefon nomerim bor, mana 90lik 319 6385 mana shu. Shunga telefon qilsalaring, bemalol bog'lansalaring, dastlabki qilib ham olsalaring bo'laveradi. Yo'qmasam, o'zimni oldimga kelasizlar, yuzma-yuz ko'rishamiz. Chunki bu narsani azizlarim tushuninglar. Biz hali otami bog'ida o'smayapti bu narsa. O Tibetdan keladi. O'sha joydan maxsus zakaz beramiz. Buni turi ko'p, to'g'ri tushuninglar. Buni turi ko'p, nihoyatda turi ko'p. Lekin men imini shu narsani zakaz beraman. 1 gram tarkibiga mo'miyoq qo'shtirmayman buni, tushuninglar. Bu yelim. Azizlarim, yelim, o'sha yelimni barglari qo'shiladi. Yana uchiga bitta narsa qo'shiladi, endi o'zim uchun sir. Mana shu narsalar buyurtma asosida qildiryapmiz. Mana shuning uchun buni sirlarga boy deb qo'yganman. O'shaning uchun simola simsim deganim endi bilimni bor-ku, simirib kerak bo'lsa ichingizdagi dardingizni chiqarib tashlaydigan narsa, onajonim. Xudo xolsa mana 1 oylik foydasini bilibsiz. Endi mana o'sha sovg'a, mana shu 2-oy mendan sizga podarka bo'ladi, onajonim. Mana ko'knor yog'ini ham endi ichasiz, o'sha kerak bo'lsa atyuklarni ham yo'qotib yuboradi. Bu ham 1 oylik mendan sizga sovg'a. Mana xurmoli sharbatini ichib yuraklaringizni yana ham quvvatlantirasiz, kam qon bo'lsangiz ularni ham zo'r qiladi. Mana o'sha ali sharbatimiz yana mendan sizga podarka bo'ladi, xudo xolasa. Juda yaxshi ko'rib qoldim. Nima ko'zimni zreniyasini kuchaytirib qo'ydi shekilli deb o'yladim. Mashalloh. Ha, mana shuni. Telefonga tiq qarardim. Hozir yo'q, bunday qarayapman. Nimaga kuchaytirganini aytaymi sizga? Sabab juda ko'pchilik mana shu gapda ham aytib qo'yishim joiz. Bu videomi albatta ko'riladi ko'pchilik mana ko'zimiz zreniyasi ketyapti deydi. Qaranglar, azizlarim, ko'zni zreniyasini nima uradi? Uni o'chog'ini bilish kerak-da. Mana men o'chog'ini bilganman, o'rganganman. Asosan ko'zni zreniyasini mana shu bizning o'timiz uradi, onajon. Mana bizda o'timiz zagib bo'ladi, yo bo'lmasam o't suyug'i yaxshi ishlab chiqarmaydi. Mana shu paytda mana shu ko'zni urib tashlaydi, mana shu o't.
Eng rasvo narsada mana shu. Mana shu yerda sog'lom qilib qo'ydi siznikini. Mana shuning uchun mana o't bilan jigarda rasmi turibdi bitta. Asha filtrlarda zo'r qilib tozalab qo'ydi. Shuni hisobiga zreniyasi ham o'g'nab qo'ydi. Tushunyapsizmi? Biznikilar ko'pchilik boradida shatta etib zreniyam ketyapti, glaznoga boradi. U anusini o'lchatda ochga toqib qo'yadi. Boshqa qiladi, minusga qarab ketaveradi. Oxir operatsiya bo'ladi. Aslida o'sha glaznoylar to'g'ri tushuninglar. Sizlar ham meni iltimos, birinchi o'rinda o'sha sizlarga borgan insonni avvalo o'tini yaxshilab tekshirtiringlar. Filtrlarini yaxshilab tekshirtiringlar. Ana undan keyin назначение qilib beringlar-da, shu sizni oldingizga borgan bemor komil shifo topib, sizga duo qiladi. Shunaqa, o'chog'ini izlaylar, o'chog'ini. Ana undan keyin u tomoni yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qolganini mana ko'zni zreniyasini qilsa bo'laveradi. Mana biz shu insonni mana zreniyasini ham mana shu bitta sharbat orqali Allohning izi bilan mana sababini qilib tiklab qo'ydik. Endi o'ta yaxshi narsa ekanmi? Boringizga shukr. Onajonim, endi meni haqqimga bitta duo qilasiz. Shunchalik mana komil shifo topsiz. Shu asl joni ham duo qilasiz. Bular ham ko'payishi kerak shu kunlarda. Allohim. Ilohim. Ya Rabbi, ya Rabbi, Alloh, Allohim mehribon. Amin. Ya shu mana shunday kunlarga yetkazganingiz uchun, bizni ham dardimizga shifolarni siz orqali berib qo'yganingiz uchun o'ziga ham sanolar bo'lsin. Amin. Tani joningiz sog' bo'lsin, farzandlaringizga bosh bo'lin, iloyim bundan ham rivojlanib, bizga o'xshagan eng qiynalib yurolmay bir joylarda qolgan kasallar kelsin. Mana shu yerdan shifo topsin, mazza qilib uxlasin, ko'zini yumib mazza qilib halovatda, ilohim. Amin. Dadamga o'xshagan qiynalib yutilgan katta tog'alar, hammalar kelib, umuman hech narsani o'ylamasdan olib kelib mana shu ko'hnor yog'larini ichinglar, dadamdaqa qiynalmay qo'yinglar iloyim. Amin. Siz ham farzandlaringizga bosh bo'l, o'g'limga to'ylar qilganda to'rilarimni gulladim. Ilohim, ilohim, ilohim. O'sha birgalikda boraylik, ilohim. Amin, amin. Allohu akbar. Ilohim shu joyga kelgan barcha bemorlarimiz kelib ketganlar va kelayotganlar sizga o'xshab komil shifo topib, shunaqangi yorug' yuz bilan ko'rishimizni Allohim ro'zay nasib aylar. Amin. Allohu akbar. Juda ham xursand bo'ldim opajonim. Alloh panohida bo'ling. Mana shularni endi Xudo xolasa mana shu oxirigacha boringlar. Ammo malades menga tan berdim, ko'pchilik oxirigacha kelmayapti. Chunki bir oyda o'zida mana yaxshi bo'lib ketyapti. Bo'ldi, endi yaxshi bo'lib qoldimda kelyapti-da. Ikkinchi oyda shuni ko'rib turinglar, bilib olinglar. Ikkinchi oyga mana bugun nechinchisilar? Mana bugun 5mi? 5-kuni men ko'rgan insonlarni mana 70% yo'q. Lekin kelasizlar, xafa bo'lmanglar. Oradan bir oy o'tib turib, qaramayman gapni ochig'i. Mendan xafa bo'lmanglar. Ana, borib kimga borgan bo'lsalaring o'sha lechiniyalarni qilaveringlar. Men shuni ogohlantirib qo'yaman. Shunaqa qattiq olaman. Sababi men o'zimga negativ xohlamayman. Mana shu inson mana kelyaptimi oyma-oy, shuna insonlarni sevaman, qadrlayman. Sababi bular haqiqiy meni mehnatim mevasi mana. Shuni bilib olinglar. Azizlarim, shu gaplar sababini qilamiz, komil shifo topa olasizlar. Videomizga like deb bosib bizni qo'llab turinglar. Alloh panohida bo'linglar. Rahmat.